bitta savol. Mahsulotingizni haqiqiy tannarxini bilasizmi? Aynan shu savolda ko'p tadbirkorlar javob berishda qiynalishadi. Men siriyoni xarid narxini emas, taxminiy raqamlarni nazarda tutmayapman. Aynan haqiqiy mahsulotingizni tannarxini. Mana shu yerda qiziq joylari boshlanadi. Juda ko'p kompaniyalarda tannarx taxminan quyidagicha hisoblanadi. Xarid narxi va yana qanaqadir xarajatlar. Shu yerda tadbirkor ham bosh qotishni boshlaydi. Birovda оборот o'syapti, sotuvlar ham yaxshi, lekin foyda nimadir oshmayapti. Sabab deyarli har doim bitta bo'ladi. Tannarx noto'g'ri hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Tannarx o'zi nima? Tannarx bu sotayotgan mahsulot yoki xizmatimizni yaratish yoki sotib olish bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha xarajatlar. Ya'ni mahsulot yoki xizmat mavjud bo'lishi uchun zarur bo'lgan barcha sarf-xarajatlar. Masalan, savdo sohasida tannarxga odatda quyidagilar kiritiladi. Tovarni xarid narxi, yetkazib berish xarajatlari, bojxona to'lovlari bo'ladi, qadoqlash xarajatlari bo'ladi, ombor bilan bog'liq qanaqadir operatsiyalar. Agar bunga ishlab chiqarish ham qo'shiladigan bo'lsa, xom ashyo, ishlab chiqarishdagi xodimlarning ish haqqi, uskunalarning amortizatsiyasi, ishlab chiqarish uchun sarflanadigan energiya resurslar, ularning ham xarajatlari qo'shiladi. Tadbirkorlarda eng ko'p uchraydigan xato ko'pchilik tannarxi juda tor doirada hisoblaydi. Masalan, tovarni 100 so'mga sotib oldim, 130 so'mga sotdim, demak foyda 30 so'm. Lekin logistikani, uni saqlash xarajatlarini, brak mahsulotlarni, qaytariladigan vazrat tovarlarni agar bor bo'lsa, komissiyalarni kimdadir bo'lsa qo'shadigan bo'lsa, natijada foyda 30 emas, 10 bo'lishi mumkin yoki umuman mahsulot ziyonda bo'lishi mumkin. Nimaga bunaqa bo'lishini biz avvalgi marja haqidagi videomizda ham tushuntirib o'tganmiz. U videoni ham ko'rib chiqishni maslahat beraman. Mavzuni davom etishdan oldin e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Biz aynan ishlab chiqarishdagi biznes egalari uchun maxsus kalkulyator tuzdik. U orqali siz qayerda xato qilayotganingizni, qayerda pul yo'qotayotganingizni va qaysi nuqtalarni kuchaytirish kerakligini ko'rishingiz va tavsiyalar olishingiz mumkin. Kalkulyator mutlaqo bepul, sizdan faqatgina 6 ta savolga javob berish talab qilinadi xolos. Va tizim sizga taxminiy yo'qotishlaringiz va hamda biznesdagi asosiy xatolaringizni raqamlarda chiqarib beradi. Nima uchun bizga bu muhim? Chunki biz har bir tomoshabinimiz o'z biznesini raqamlarda tushunishini xohlaymiz. Shunda videolarda aytayotgan fikrlarimizni ham amalda qo'llash osonroq bo'ladi. Javoblaringiz maxfiy saqlanishini kafolatlaymiz. Kalkulyator havolasini pastdagi opisaniyada qoldiraman. Nima uchun tannarxi aniq hisoblash juda muhim? Agar tannarx noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, biznes noto'g'ri qarorlar qabul qilishni boshlaydi. Masalan, mahsulotni arzon narxda sotib qo'yishi mumkin. Zarar keltirayotgan tovarlarni assortimentda ushlab turishi mumkin. Daromad keltirmaydigan mahsulotlarga investitsiya qilib qo'yishi mumkin. Natijada kompaniya foyda orttirish o'rniga quruq оборотda aylantirib yuraveradi. Sotilgan tovarlar tannarxi degan tushuncha ham bor. U qanaqa hisoblanadi? Asosiy formulasi quyidagicha. Sotilgan tovarlar tannarxi bu barobar boshlang'ich zaxiralar plus davr mobaynida xaridlar minus yakuniy zaxiralar. Bu formula davr davomida haqiqatdan sotilgan tovarlarni qiymatini ko'rsatadi. Misol uchun, boshlang'ich zapaslarimiz 100 million so'mlik bo'lgan, xaridlar 300 million so'mlik bo'ldi, yakuniy zaxiramiz 80 millionlik qoldi. U holda 100 ga 300 ni qo'shamiz, 80 ni ayirib 320 million so'm, ya'ni 320 million so'mlik tovar sotildi deb hisoblanadi. Bu formula haqiqatda sotilgan tovarlar qiymatini ko'rsatib beradi. Agar tannarx deganda mahsulotni ishlab chiqarish tannarxi nazarda tutilayotgan bo'lsa, u holda formula
boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi va unga quyidagilar ham qo'shiladi. Xomashyo, ish haqqi, ijtimoiy ajratmalar, ishlab chiqarish xarajatlari, amortizatsiya va boshqa ishlab chiqarish ustama xarajatlari, nakladniy расходы deyiladi. Lekin amaliyotda buni o'zi ham yetarli bo'lmaydi. Tannarxga mahsulotni sotish bilan bog'liq bo'lgan barcha to'g'ridan to'g'ri xarajatlarni ham qo'shish kerak. Faqat shundagina mahsulot sizga qanchaga tushayotganini va har bir sotuvdan qancha foyda qilayotganini aniq ko'rishni boshlaysiz. Agar siz pullaringiz aniq qayoqda ekanligini bilmayotgan bo'lsangiz, nimaga doim pul yetishmasligini tushunmayotgan bo'lsangiz, biznesingizni raqamlar orqali boshqarishni xohlayotgan bo'lsangiz, men 25 daqiqalik bepul video tayyorlab qo'yganman va u yerda biznesda moliyaviy hisobotni qanday to'g'ri yuritishni, 3 ta asosiy hisobotni balans, foyda va zarar va pul oqimini qanday nazorat qilishni juda oddiy va tushunarli qilib ko'rsatib o'tib ketganman. Ushbu videoga havolani pastdagi tavsifda qoldiraman. Agar biznesingizda foyda qayerga ketib qolayotganini tushunishni istasangiz, birinchi navbatda tannarxni aniq hisoblashni o'rganing. Chunki noto'g'ri tannarx noto'g'ri qarorlar. Noto'g'ri qarorlar esa yo'qotilgan foyda degani. Keyingi videoda tannarx bilan to'g'ri ishlash bo'yicha 4 ta amaliy maslahat berib o'tamiz. Shuning uchun like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.